Qadrdonlar, 1-2 kun oldin bu kamazimizni e'longa joylagan edik. Yana qaytadan joylashga majbur bo'lyapti, chunki bu akamizni boshlariga ozgina mushkul tushib qolgan. Akalari jigar sirroz bo'lib qolganda, operatsiya qildirishib bergan, ozgina qaz bo'lib qolishdi ko'chadan. Shunga majbur aka tirikchilik qiladigan texnikam edi, majbur sotyapman. O'zim uchun tayyorlaganman, 100% kelib tekshirish olaveradi deyapti. 14 ming dollarga qo'ygan edik buni oldingi videolarda. Aka mayli, yana 1000 dollar tushib, 13 ming qo'ying, yana o'tib beraman kelsa deyapti. Bu kamazimiz haqidagi ma'lumotni oldingi videolarda olishingiz mumkin. 3-4 kun oldin buni polniy obzorini qilib qo'yganman. Ramadan pasti polniy yevro qilingan, o'zini dizel motorga metan uстановка qilingan. Mana beskamer balonlar qo'yilgan, diskalarni ham originalidan qo'yganman keyin, nemetskidan deb aytishgan o'shanda. Moslari ham toza holatda. Kelishga 8 tonnalik. Balonlar umumiy 80% atrofida. Juda ham chiroyli qilib o'zlari uchun mana padramilarni ham prinsipi bor edi, prinsipini ramasini padrami qilib o'rgan ekanlar. Ikkita silindrlik, kuzov taygan, keyin ikkala tomonga ham ontaradi. Kabinalari yevro qilingan, DTP bo'lmagan, salonlari ham juda go'zal holatda. Yarma bo'rtga zavat bo'lgan. Zavat bo'lganini ham ko'rsatganman qadrdonlar. Bu texnikamiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida turibdi, ko'ringlar mana. Gilanli kranlari, mana tarmozli kranlarni ham oldiga olib tushgan. Antifriz termostatda yuradi bu texnikamiz. Mana DTP bo'lmagan, kabinalari ham toza holatda. Oldingi videoda 14 ming qo'yilgan edi, demak yana 13 ming dollarga tushirdik. Naqd pulga faqat endi aytib o'tganimdek boshlariga ozgina mushkul tushib qolgan. Shu qazlarni yechgani majbur bo'lyapman sotgani deyishdi. Kommentariyada har xil gaplarni yozmaylik iltimos. Oladiganlar, realniy oladiganlar aloqaga chiqinglar. Kelishtirishib berishvoradi. Mashinani o'zimiz polni ko'rganmiz. Ish beradigan ideal sostaviyada haqiqatan ham. Savdolaringiz bersa yaxshi kunlarda ko'rishinglar qadrdonlar.